Hozir sizga magistraturaga topshirish uchun til sertifikati va diplom balli yetarli bo'ladi, ammo keyingi yildan esa bu tartib biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki endilikda oliygohlar o'z ehtiyojidan kelib chiqib imtihon olmaslik yoki eski tartibni saqlab qolishni tanlashi mumkin. Imtihon shakli ham endi yagona bo'lmaydi. Ayrim oliygohlar yozma sinovni tanlashi mumkin bo'lsa, boshqalari test yoki og'zaki suhbat orqali bilimni sinovdan o'tkazishi mumkin. Yana bir muhim yangilik esa ta'limni xorijiy tilda olib boradigan yo'nalish bitiruvchilar uchun. Agar talaba bakalavriatni to'liq ingliz tili, nemis tili yoki umuman olganda boshqa xorijiy tillarga tamomlagan bo'lsa, magistraturaga kirishda talabadan xorijiy til sertifikati talab etilmaydi. Endilikda qabul natijalarini taqsimlash, kontrakt muddatlarini belgilash, o'qishni ko'chirish masalalarini ko'rib chiqish hamda imtiyozli abituriyentlar bo'yicha qarorlar qabul qilish vakolatlari bevosita vazirlikka o'tkaziladi. Bu hali hammasi emas, davlat oliy ta'lim muassasasi rahbarlarini tayinlash tizimida ham o'zgarishlar mavjud. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab rektorlar oliy ta'lim vaziri tomonidan tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan holda lavozimga tayinlanadi. Bir so'z bilan aytganda, yangi o'zgarishlar magistraturaga kirishni osonlashtirishga emas, balki sifatni yaxshilashga qaratilgan.